Husanovning Newcastle qarshi o'yini statistik portallar tomonidan baholandi. Angliya Premyer Ligasining 27-turidan o'rin olgan bahsda Manchester City o'z uyida Newcastle jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etdi. Ushbu uchrashuvda hamyurtimiz Abduqodir Husanov ikkinchi taym avvalida Ruben Diashning o'rniga maydonga tushib, ishonchli o'yin namoyish etdi. Bir qator statistik portallar o'zbekistonlik himoyachining harakatlarini yuqori baholadi. Jumladan, SofaScore Husanovning o'yiniga 7 ball, FotMob esa 6.6 ball qo'ydi. Shuningdek, FlashScore portali ham futbolchimizning o'yiniga 6.8 ballga loyiq ko'rdi. Ma'lumot uchun shaharliklar keyingi turda Leeds bilan bellashadi. Mazkur uchrashuv 28-fevral kuni bo'lib o'tadi. Navbatdagi muhim g'alabadan so'ng Guardiola nimalar dedi? Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola Newcastle ustidan g'alaba haqida fikr bildirdi. Juda muhim g'alaba. Newcastle ajoyib jamoa. Ularga qarshi o'ynash juda qiyin, lekin biz ajoyib o'yin ko'rsatdik. Bugun g'alaba qozondik. Newcastle juda agressiv tarzda o'yinchilarni qo'riqlaydi, juda tez o'ynaydi. Dastlab juda qiyin bo'ldi. 3 kun avval liga chempionatida ular birinchi taymda 5-0 hisobida g'alaba qozongandi. Saudiyaliklar va Eddie Howe kelganidan keyin bu ajoyib jamoaga aylandi deb fikr bildirdi murabbiy. Haqiqatdan ham Newcastle tarkibida juda ham agressiv o'ynaydigan va tezkor futbolchilar juda ko'p. Manchester Cityga qarshi uchrashuvda birinchi taymda ular himoyachilarni mana shu tezkorlik hisobiga ko'p marta qiynadi va shu sababli Dias ham sariq kartochka oldi. Ikkinchi taymda Guardiola tezlikni kamaytirish va tezlikka qarshi tezlik bilan javob qaytarish maqsadida Abduqodir Husanovni ikkinchi taym boshidanoq maydonga tashladi. U Diasning o'rniga maydonga tushdi va ajoyib tarzda o'yin o'tkazdi. Abduqodir Husanovda ham tezlik va agressivlik ham bor. Newcastle'ga qarshi uchrashuvlarda bu Manchester City'ga qo'l kelib kelayotgan edi va bugun ham bu albatta qo'l keldi. Smart Sensor T28 avtomobil uchun simsiz zaryadlovchi va telefon ushlagich. Telefonni avtomatik qisadi va tez zaryadlaydi. Afzalliklari: simsiz zaryadlash, avtomatik qisuvchi holda tez zaryadlovchi avtomobil uchun mos telefonni mahkam ushlab turadi. Mahsulot narxi 169 ming so'm. Sotib olish uchun ekrandagi telefon raqami orqali yoki opisaniyadagi silka orqali o'tib bizga bog'lanishingiz mumkin.